Demak, navbatdagi misolimiz. Demak, bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak ekan. Sizlarga berilgan ma'lumotlar: bu chorak doira, buni ichkarisida yana bitta doira bor. Bunga o'rinma 12 bo'lib o'tgan ekan. Demak, bunday qilsak. Buni radiusini R deb belgilasak. Xo'p, keyin bu yerga chiroz o'tkazsak. Bilamiz, bu uzunlik R bo'ladi. 90. Endi bu masofa masalan necha yer bo'ladi? Bizda 2 yer bo'ladi, to'g'rimi? 2 yer. Shundan bu yoq ham 2 yer deb ayta olamiz bu uzunlikni ham. O'chirib qo'yaman. Yo'q, uzun chiziqni chizib olamiz. Mana hozircha o'chirib turamiz mana. Mana shu oraliq bizda mana shu oraliq 2 yerga teng bo'ladi. Demak, 2 yer. Bu yoq ham 2 yer bo'ladi. Bu yerdan Pifagor teoremasini yozamiz. Demak, 2 yerni kvadratiga qo'shamiz 12 ni kvadratini teng bo'lishi kerak katta yer kvadratga. Shundan katta yer kvadrat minus 4 kichik yer kvadrat barobar 144 ga teng ekanini bilib olamiz. Hozircha bu bizga kerakli ma'lumot bo'lib tursin. Endi bo'yalgan soha yuzini topishimiz uchun bizda bo'yalgan soha yuzasi teng bo'ladi. Bunday yarimda chorak doiradan ayirishimiz kerak doirani yuzini. Shunda S teng deymiz. Pi chorak doira yuzasi pi r kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Ayiramiz pi r kvadratni. Endi maxraj pi taqsim 4 ni chiqarib oladigan bo'lsam, qosini tashqariga. R kvadrat minus 4 ta kichik r bo'lib qoladi. Endi pi taqsim 4 ko'paygan. Buni qiymatini bildik. Ya'ni buni javobi necha ekanini bilamiz, 144 ekan. Shuning uchun shu joyga 144 qo'yib ketamiz. 144 bilan 4 qisqaradi. Demak, 36 pi bo'lib qolar ekan javob.